O'zbekistonga butun trend bo'lib tarqalgan 1 dollarlik somsa mashi bo'ladi. Har xil yaxshi kunlarda 1 dollarlik somsa xizmatingizda bo'ladi. Biza Anjir milliy taomlarini oldab turibmiz. Mana Anjir deb yozib qo'ygan. Oybek metro, shu To'ristobeli 12. Hammalarni Anjir milliy taomlarini kutamiz. Dollar somsalar pishib qoldi. Kiruringlar, joylab borishkardi. Kiruringlarni zal katta. 1200 ta odam sig'adigan zalimiz bor. Bunaqasi faqat Anjir milliy taomlarida bo'ladi. 3 ta achchiq, 3 ta ana undan. Dollar somsalar tayyor, kiraveramiz dollar somsa. 1 dollarlik somsalarimiz 10 ming so'mdan skitkada. Nechta aka? Keling. 5 ta bo'ldi hozir mana bundan keyin. Ketdi 5 ta go'shlimi aka? Go'shli. Dollar somsani dodasi Anjir milliy taomlarida. Bo'ldi, qatga 3 ta, sizlarga 3 tami? Avashnoy go'shli qanaqasidan? Ketdi 3 ta go'shli uzamiz mana bu yerga. Va kiraveringlar, Anjir somsalar tayyor, 1 dollarlik somsalar. 2 ta go'shlimidi? 2 ta go'sht, 2 ta avashnoy. Nechta edi aka? 4 ta? 7 tami? Bo'ldi. 1 dollarlik somsalarimiz tayyor. Anjirning trendli somsasi mashi bo'ladi. Somsani issiq joyida uzib beramiz. 1 dollarlik somsalar keldi. Bo'ldi, beramiz. 2 tami aka? Tort ketayotganda hammi? Mana aka 2 ta. So. 2 tami? Da 3 ta joyida uzib beringlar. Mana nosavat kuzib yorsangiz ham bo'ladi. Joyida uzamiz, issiq Anjir milliy taomlar, 1 dollarlik somsa.